Barchaga salom, hurmatli traderlar. Sizlarni navbatdagi videoroligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videoroligimizda barcha uchun juda ham foydali bo'lgan bonuslar to'g'risida gaplashamiz va bu aksiya bonusi hisoblanadi. Ya'ni aynan 10-fevraldan boshlangan Ramazon aksiyasi. Ushbu Ramazon aksiyasida qanday qatnashiladi, qanday ro'yxatdan o'tiladi va nimalarga e'tibor berish kerakligi to'g'risida qisqacha hammasini batafsil gapirib beraman. Bundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda mana bu joyda ko'rsatib qo'yilgan. Agar bu joyda chiqmaydigan bo'lsa, ushbu bo'limni bosamiz va aksiyalar bo'limini bosishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bu joyda ko'rinib turibdi, o'ng tomonda chiqadi. 40 kun davomida ushbu aksiya olib boriladi. 10-fevraldan 24-martgacha. Ushbu aksiyaga qatnashish uchun siz ikki xil shot turidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi standart, ikkinchisi esa mikro standart hisoblardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Aksiyadan ro'yxatdan o'tish esa juda ham oddiy. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz, barcha ma'lumotlar kelib chiqishni boshlaydi. Ramazon aksiyasi o'z ichiga nimalarni oladi? Birinchi o'rinda keling shular to'g'risida tanishib chiqamiz. Ushbu Ramazon aksiyasi ushbu joyda ko'rinib turibdi. Umumiy jamg'arish mumkin bo'lgan bonuslar sizda 52500 gacha olish mumkinligini bu joyda aytib o'tyapti. Ushbu aksiyadan foydalanish uchun albatta balansingizni to'ldirasiz. Balansingizga nisbatan sizga jamg'arilgan bonusingizdan qo'shib beriladi. Buni albatta to'liqroq tushunib olamiz biroz pastroqda. Pastroqqa tushamiz. Bonuslarni qanday olish mumkin? Albatta buning uchun birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Savdo qilasiz, bonuslardan olishingiz mumkin va har hafta davomida ushbu narsani takrorlashingiz mumkin bo'ladi. Bir hafta davomida savdo qilasiz, sizning jamg'argan bonuslaringiz depozit qilish mobaynida sizga qo'shib beriladi bonuslar. Ushbu bonuslarni yechib bo'lmaydi, lekin bonuslardan olingan daromad esa yechib olish mumkin bo'ladi. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Qancha ko'p savdoni amalga oshirsangiz, bonuslarni shuncha ko'p olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni bir hafta davomida 2 lot savdo qilgan bo'lsangiz, $100 sizda 100% bonus beradi, $300 esa 50% beradi. Bu degani umumiy sizda bonus yig'iladi $400. $400 bonus qo'shimcha olishga ega bo'lasiz agar siz 2 lot hafta davomida savdo qilgan bo'lsangiz. 5 lot savdo qilgan bo'lsangiz, xuddi shunday $200 gacha 100%, $600 gacha 50%, ya'ni umumiy bu joyda bo'ladi $800 gacha bonus olishingiz mumkin. Qolganlari ham xuddi shunday 10 lot savdo qilsangiz $1750 bonus olishingiz mumkin bo'ladi. Qancha savdo qilgan lotlaringiz ko'p bo'lsa, xuddi shunga qarab sizga qo'shimcha bonuslar miqdori ko'payib boradi. Agar birinchi marta ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, sizga $200 gacha depozit bonus beriladi 100%. Ya'ni $200 depozit qiladigan bo'lsangiz 100% bonus beradi sizga $200. Umumiy balansingizda $400 mablag' bo'ladi. Va bundan tashqari sizda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, XM Broker'da doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash markazi ishlab turadi. Bemalol savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Va aynan aksiya bo'yicha qo'shimcha savollar va savollarga javoblarni ushbu joydan ham olishingiz mumkin bo'ladi. Eng ko'p beriladigan savollarga javoblarni ushbu joyda qoldirib ketishgan va bularni ham o'qib qo'shimcha ma'lumotlar o'zingizga olishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi ro'yxatdan o'tish tartibini qisqacha tushuntirib o'taman va bu joydagi ma'lumotlarni ham bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun albatta ushbu aksiyani ustiga bosamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosganman. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosganingizdan keyin sizda ushbu holat kelib chiqadi. Natijalarni kuzatish uchun ushbu joyda bosishingiz mumkin bo'ladi. Va biroz pastroqqa tushasiz. Pastroqqa tushganimizdan keyin mana bu joyda sizda yig'ilib borilayotgan lotlarni yig'indisini ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi va olishingiz mumkin bo'lgan ushbu joydagi bonuslar. Birinchi etap, ikkinchi etap barchasini ushbu joyda ko'rsatib qo'yilgan. Birinchi haftalik mana bu joyda ko'rsatilgan 10-fevraldan 17-fevralgacha davom etadi. Keyingisi esa 17dan 24-gacha va hokazo xuddi shu tartibda bonuslaringizni yig'ib borishingiz mumkin. Har haftada yig'ilgan bonuslar sizda saqlanib boradi. Bulardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Qancha ko'p lotni oborot qilsangiz, shuncha ko'p bonuslar olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, ushbu Ramazon aksiyasidan qanday qilib foydalanishni to'liq tushuntirib o'tdim. Juda ham sodda va kerakli bo'lgan ma'lumotlar uchun sizlar bilan ulashishni ma'qul ko'rdim. Va buning uchun albatta siz ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak bo'ladi ushbu brokerdan. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, mening YouTube sahifam ushbu ekraningizda ko'rib turgan asosiy joyda ham, glavniy
opsionisiga qo'yib qo'yganman. Bu joyda to'liq 2026-yil uchun yangilangan versiyasini qanday qilib ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish, balansni to'ldirish barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan. Bu joyga o'tib, ko'rib, bemalol bir martada ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Yoki videolar bo'limiga o'tish mumkin bo'ladi va mana bu joyda XM Broker'dagi to'liq ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Istalgan videoni ostiga XM Broker'ning haqiqiy linkini qoldirib ketganman. Ushbu linkdan foydalangan holda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Video darsligi esa mana bu joyda ko'rinib turibdi. Ushbu video rolikdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari jumladan ushbu ko'rib turgan videoingizni ostida ham XM Broker'ning linki albatta qoldiriladi. Bugungi video roligimizda o'ylaymanki, sizlarga kerakli bo'lgan asosiy ma'lumotni berdim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar. Barchaga omad, xayr.